Dünya Uyghur Kurultayının reisi Dolqun Esa Cenevada ötküzülgen BDT Musafirlar Mahkemesining 54-nji qatimliq yig'inida umumiy muzokarada so'zlashga boshlaganda ikki qatim Xitoy vakillari tarafidan to'sqinlik uchirgan. Bir Xitoy diplomati uning so'zini uzib, rais sahnasidan qarshi turishni talab qilgan. BDT Kishilik huquq kengashining muavin raisi Asim Ahmad Dolqun Esaning so'zini tamomlashiga yo'l qo'ygan. Amerika Davlat ishlar katibatligi 29-sentabr yozma bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Xinjiang universitetining professori, folklorshunos Rahila Davudni umrlik qamoqqa hukm qilganligini ayblagan. Shuningdek, Xitoy hukumatining professor Rahila Davudni darhol qo'yib berishi, Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qilgan. Yaqinda Amerikadagi Dialog fondi Rahila Davudning umrlik qamoqqa hukm qilinganligini oshkorlab, xalqaro zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Amerika Davlat ishlar katibatligining bayonotida biz Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatining insonshunoslik, Uyg'ur folklori va madaniyat an'analari mutaxassisi professor Rahila Davudni maxfiy sotlash orqali uningga umrlik qamoq jazosi hukm qilganligini ayblaymiz deyilgan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bosh ijro qiluvchisi Xi Jinpingning yakshanba kuni Beyjingda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'rif, Ilm-fan va madaniyat tashkilotining bosh direktori Audrey Azoulay bilan ko'rishgan bo'lib, Kompartiyaning dunyoga qo'shgan atalmish ijobiy to'pisi va miroslarni qo'g'dashni kengaytirish to'g'risida suhbatlashgan. Azoulay Xi Jinpingga ma'rif, ilm-fan, madaniyat, aloqa va uchur qatorliq sohalardagi xalqaro hamkorlikni ilgari surishga bag'ishlangan tashkilotning Xitoy bilan bo'lgan munosabatidan rozi ekanligini va Xitoyni bu sohada qo'llayotganligini aytgan. Xitoy hokimiyati yaqinqi 7 yilda 7 millionga yaqin Sharq Turkiston xalqini turma va yig'ib olish lagerlariga qamab, rayonning nufus qurilmasida zo'r o'zgarish paydo qildi. Bir tarafdan Xitoy chet el diplomatlarini, bo'libmi islom dunyosidan kelgan diplomatlar va matbuot a'zolarini safarbar qilish orqali rayondagi hamma ishdan gulgulistonlik obrazini yaratishga urinib keldi. Xitoy xalq to'rining xabariga qaraganda, yaqinda doirlar Beyjing universitetida o'qiyotgan chet ellik o'quvchilarni Sharq Turkistonga ziyoratga avatgan. Sharq o'qish mukofoti puli nomida Sharq Turkistonga ziyoratga kelgan bu o'quvchilarni rayondagi Xitoy partikom sekretari Ma Shingruy va Qo'rchoq hukumat raisi Erkin Tunyas 24-sentabr murosim bilan kutib olgan. Suriya prezidenti Bashar Asad navbatdagi xalqaro muhitda Suriya bilan Xitoy o'rtasida texnik yo'q suhbat olib berish kerakligini o'rtaga qo'ydi. E'lanishicha, Bashar Asad Xitoy axborot guruhining maxsus ziyoratini qabul qilganda, dunyodagi asosiy davlatlar qatorida Xitoyning xalqaro sahnada muhim rol o'ynaydiganligini aytgan. Xitoydagi iqtisodiy bo'hronning bir ishorati bu qatam O'rta Osiyodagi bir balvoq bir yo'l tashabbusi qurilishida o'zini ko'rsatdi. Qirg'iziston, O'zbekiston va Xitoy temir yo'lining qurilishi muddatsiz kechiktirildi. Yevrosiyo transport xalqaro moslashtirish kengashining bosh kotibi Gennadiy Besunov 30-sentabr o'tkazilgan yig'inda bu yil kuzda boshlash planlangan Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston temir yo'l liniyasi qurilishi muddatsiz kechiktirildi dedi.